Butun dunyoda giyohvandlik savdosiga qarshi izchil kurash olib borilyapti. Mamlakatimizda ham huquqni muhofaza qilish organlari xodimlarining hamkorlikdagi sa'y-harakatlari bilan og'u savdosini oldi olinmoqda. Kuni kecha Buxoro va Samarqand viloyatlari bojxona boshqarmalari xodimlarining tezkor harakatlari natijasida 1 kilogramdan ortiq miqdorda bo'lgan opiy giyohvandlik moddasini pullashga uringan shaxslar ushlandi. Hozir shu haqida. Giyohvandlik va psixotrop vositalari savdosiga qarshi olib borilgan tezkor tadbirlar davomida giyohvand moddalarni mamlakatimiz hududiga olib kirish va sotish bilan bog'liq holatlar aniqlanib, ajal og'usining tarqalishi oldi olinmoqda. Navbatdagi ana shunday tadbir davomida giyohvandlik vositalariga qarshi olib borilayotgan keskin kurash natijasida 1 kilogramm 22 gram og'irligidagi opiy giyohvandlik moddasini pullashga uringan shaxslar fosh etildi. Mazkur holat Buxoro va Samarqand viloyatlari bojxona boshqarmalarining kontrabandaga qarshi kurashish bo'limlari tezkor vakillari, Davlat xavfsizlik xizmati Buxoro viloyati boshqarmasi hamda Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi xodimlarining o'zaro hamkorligi natijasida aniqlandi. Tafsilotlarga ko'ra, Samarqand viloyatida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida og'u-furushlar shartli xaridorga 1 kilogramm 22 gram og'irlikdagi opiy giyohvandlik moddasini 480 million so'm evaziga pullayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Hozirda mazkur holat yuzasidan bojxona organlari tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Mamlakat hududida og'u-furushlarni aniqlash va bu turdagi jinoiy harakatlarga chek qo'yishga qaratilgan hamkorlikdagi bunday tezkor tadbirlar davom ettirilmoqda. Bu kun Zilola Xudoyqulova, Davlatbek Kamalov, Buxoro.